Assalomu alaykum. Bu video ham ko'proq opa-singillarimizga tegishli, chunki ular ko'p oshxonada vaqtini o'tkazadi. Mana qassobxonadan go'sht olib kelgandik. Go'sht qurtlab ketgan. Yaxshi qassobxonadan svejiy go'sht olganmiz. E'tibor qilmaganimizda ko'rmasdik. Juda mayda bo'lib qurtlab ketgan go'sht. Shu darajada bo'lishi uchun go'sht qancha turishi kerak? Qurt bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mana shunaqa deb o'yladim. Yana qayerdadir bor edi. Mana qaranglar. Mana bu yerda ham yig'ilib olgan. Nima bu? Shuni tushunadigan insonlar bormi? Ehtiyot bo'linglar, hamma narsa olishda. Hozir hech kimga ishonch qolmadi.